Okay, hi everyone, welcome back. And today we will learn lesson 24. Give me, give him, give her, give us, give them some. Which ones? Okay. Андақта біз жігейм төтін дәске лоқ. Алдыңғы жігейм үшін дәсімі бір қатым көріп болы. Интайым мұйым болған дәсім әрсаңы мұшланы көплікі. Андақта баштамы шу бірнеше ең сөзләуға кен шүні күні пұшқайлы. Біріншісі, table. Okay, әгішіңла? Table. Good. Table. Хош әмді table дегеніміз неме әрсаңла? Үстәл. Okay, мұш адетті тамақ еріға үстелләнің әммесін демдейміз саңла? Table deyimiz. Okay, nimne degemiz? Table. Okay, demek ki bu tamak yedi afsellerinin emini table deyimiz. Okay, demek table. Okay, hem de yeni bir söz var nime sanla desk depço. Okay, desk. Good. Desk. Ama desk diye nime sanla mesela manın közanla bu nime sanla şu işxanalarda, sınıf dersxanalarda işletilgan üstel deyimiz desk deyimiz. Tamak yedigan nime? Table, maço desk. Demek desk. Okay, desk. Next one is plate. Good. Plate. 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 Yaxşı. Plate. İşte taxsa var ekan bu. Demek taxsa degen nima deymiz? Plate deymiz. Plate, taxsa. Okay, next one is cupboard. Okay, cupboard. Endi bu oldingi savolashlar cup deganimiz stakan degan gap böyle qahva ichirgan. Board deganimiz taxta. Masalan, keyboard ko'rib taxtasi, blackboard qora doska, shunami? Board deb bo'lgan. Endi bu yerga endi shu stakanlarni tizib qo'yilgan taxta o'sini nima deysan? Cupboard. Okay, ma'no o'qqanda nimda o'qiymiz? Sanlar cupboard. Ko'ringlarmi resimlarni? Demak ham sizlarning uyanlarga tamoq etish uyida nima qilgan har xil javanlar bor-ku. Masalan, qachqucha, u bu oshxona saymonlarini solgan. Shuni nima deymiz? Cupboard. Diqqatda, buni cupboard deb o'qib qo'ysak bo'lmaydi. Cupboard. Diqqatda, mana ikkinchi tovushni nima? Cupboard. Good. Cupboard. Yaxshi, cupboard. Okay, and the cupboard deganimiz nima bo'ldi? Cupboard deganimiz endi shu chini qachquch ishkabini cupboard deymiz. Good. And the keyingisi nima desanlar? Cigarette. Okay, cigarette. Mana nima aytib ollar? Bu cigarette in nima? Bu nima deymiz? A cigarette. Mana o'qishni o'rganib bo'ldi. Cigarette. Okay, cigarette deganimiz nima? Tamaka. Cigarette. Okay, what is this? What is that? It's television. Good. Television. Okay, ma T-E-L-E degan jiroq deganga. Masalan, telephone. Telefon. Demak, shu ikki jiroq orliqda vay deb so'zlashgan narsa shu telefon, shunami? Ana vision degan ko'mak. Demak, siz jiroq berayani ko'radigan narsa shu television deymiz. Televizor. Okay, what is this? Television. Good. Next one is floor. Okay. Floor deganimiz nima bu? Yer. Pol, shunami? Yer nima deymiz? Floor deymiz. Mushlarning hammasi nima? Floor. Endi yana ustida bo'schu on the floor. Okay, on the floor. Okay, on the floor dan yana bir ma'nosi qavat deb ma'nosi bor. Masalan, bir F deb yoziladi. Bu nima? First floor, ikki F deb yoziladi. Second floor, third floor, fourth floor, first floor birinchi qavat, second floor ikkinchi qavat, third floor uchinchi qavat, fourth floor. Okay, floor deganimiz ham nima bo'ladi? Okay, next one, dressing table. Good. Dressing. Yaxshi. Dressing. Good. And the dressing deganimiz nima? Dressing deganimiz ham shu grim. Dressing table shu grim ustili. Ko'ringlarmi nima degan chiroyliqa? Shu ayollarniki grim qiladigan ayniki va ustal nima deymiz? Dressing table. Okay, dressing table. Televizor degani-chi? Television. Good. All right, next one is magazine. Okay, magazine. Ko'ringlarmi nima Shinjong yoshlar ekan bu? Jurnal ekan, jurnal nima? Magazine. Okay, magazine degan gap emas, billah. Oh, magazine demayman. Magazine. Jurnal. Magazine. Ko'ringlarmi? Har xil jurnallar, shunami? Jurnallar. Ama shuni magazine. Hamda
Keyingisi nima ekan? Okay, what is this? It's a bed. Shunami? Okay, bed. Okay, bed deganimiz karvat, bed, bed. Okay, bed. Hammasi nima desanglar? Bed. Okay, bed deganimiz shu karvat. Okay, bedroom, karvatlik qo'y, yotoq qo'y shu. Okay, nima? Newspaper. Okay, news degan xabar degan gap, ha? Paper degan qog'oz. Endi xabar qog'oz nima bo'ldi desanglar? Gazette. Newspaper. Newspaper. Good. Hammasi nima desanglar? Newspaper. Good. Next one is stereo. What is this? This one is stereo. Good. Stereo. Yangirat qo'yish nima? Strolik anglatib qo'y. Stereo. Mana o'qilishiga diqqat qilsanglar bo'ldi. Stereo. Stereo. Okay, what is this? This is also another stereo. Stereo. Okay, let's exercise. Okay, I'm saying bizniki mashq bo'ligimiz kelibdi. Biz qarab qo'yinglar. Bu nim bolalar? Pen on the desk. Shunami? Nima deymiz? Give me some pens, please. So which ones? These? No, not those. The ones nima? On the desk. Okay. Keyingisi ties. And give me some ties, please. Mana bir nechta galostka bersangiz. Which ones? Qaysilarni? These? Voy, bular nima? No, not those. Ya, bular emas. The ones on the chair. Yaxshi. The ones on the chair. Demak, endi ma'nosi give me some pens, please. Abay qilsin, shunami? Endi ma'nosi tushunsangiz, give me some boxes, please. Which ones? These? No, not those. The ones on the floor. And give me some magazines, please. Which ones? These? No, not those. The ones on the shelf. The ones on the bed. Again, musho niminde deganmiz, shunami? Okay. Masalan, ma'nosi give me some bottles, please. Shunami? Which ones? These? Bular nima? No, not those. Yo'q, ular emas. The ones on the dressing table. Nerede? What dressing table? And then mushtandik savolashlar, bu nima desanlar? Ko'pinchisi ma bingo deymiz ku, hamda to'ldiruvchi bo'lgan egilik almash. Masalan, give me manga, shunami? Give him uningga, ko'pinchisi shu er kishilarni ko'rsatadi. Give him. And give her, okay, and ayollar nima? Her, shunami? Give us chu, bizga. Give them chu, ularga. Demak, ko'plik shunami? Shunga o'xshash hamda give me, give him, give her, give us, give them. And oldin darsda a book deb bo'lgan. Endi bugungisida masalan books, watches, glasses. Oldin emas some degan bir qancha, bir necha degan gap. Some books, bir nechta kitob. Undan keyin endi bu to'ldiruvchi degan uqumga yana bir aniqlam berib bersak, masalan I love you shunami? I love you degan men sizni yaxshi ko'rma degan gap bu. Ham to'ldiruvchi degan nima desanglar, shu ish harakatining objekt tuychansi. Shunami? Masalan yaxshi ko'rdiganim nima ega? Shu ish harakatini paydo qiluvchi I, yaxshi ko'rilguchisi desanglar you. To'ldiruvchi. Ana bu to'ldiruvchi olib kelganlarni qaranglar, masalan I bo'lsa me, he bo'lsa him, it bo'lsa nima desanglar? It bo'lsa it, shunami? You bo'lsa you, we bo'lsa us, give us deymiz-ku. Ularga bo'lsa give them. Okay, give them. Endi ma'voylik igilik kelishniki. Demakchi, sifat xarakterlik hamda igilik almash. My, mening, his, uning, her, uning, it's, uning masalan narsalar shunami? Your, ularning, ours deganchu. Okay, degandek. Endi ma'vo ism xarakterlik igilik almash bo'lsa. Masalan mine, mening. Masalan this is mine. This is his, this is hers. Endi ma'na beshanlar buni ag'irtmanglar. Buni keyin o'qiymiz. Xo'sh, hamsa, mushu fill in the blanks with me, him, us or them. Mushlarga yoki me, yoki him, yoki us, yoki them ni to'ldirib qo'yinglar bolalar. Masalan, birinchi give the boy these pens. And give boy bo'lganiga nima? Him bo'ladi. Give him these pencils. Okay, buningga bu qarindoshlarni bering.
Give Anna and me some magazines. Anna bilan menga bir nechta jurnal bering. And give Anna bilan men bo'lganiga bizga bo'lish nima? Give us some magazine, newspapers. And bizga yana bir nechta nima gazet bering. And give the man the cigarette and give them some cigarettes. Okay, some glasses. And ularga bir nechta nima bering? Stakan bering. To'rtinchi, those are my books. Mening kitoblarim bo'lgan ekan, menga bering. Shuni give me shunami? Okay, endi ma'nan qarasanglar, hamisha bir ish kuchli misolni o'lga qilamiz, sizlarga o'rnatgan qolganini o'zingiz istaysizlar. Bir qanday qilsanglar, salom pens on the desk shunami? Masalan, give me some pens please. Which ones? Oy qaysilarini? These bularmi? No, not those. Yo'q, ularni emas. The ones on the shelf. And on the desk deb degan shelf bo'lib qopti. The ones on the desk deymiz, ha. O'rin olmoqchisan. Masalan, qaranglar, books on the shelf. Shunami? What are the give me some books please? Shu kitoblarni bering. Which ones? These boys garmaydi. No, not those. The ones on the shelf. Bush kendiki the ones ni keydi on the shelf bilan bush bookni o'rniga almashtirib qo'ysang ham bo'ladi. Osanmikan? Yo'q. Oson bo'la, boshunchirak bo'la, ha. Mana bir ishlayapti. Spoons on the table. Buni deymiz, give me some spoons please. Which ones? Oy qaysilarini? These. Oy bular nima? No, not those. Oy yo'q ular emas. The ones on the table. Afsalning ustiriklarni. Bo'ldi. Mush qolganni hamsa o'zinglar bir ishlasanglar. Ishlab bo'lsa rasmni tortib bizga aytib bersanglar bo'ldi, to'g'rilab beramiz. Bo'lmasa shuning o'rniga to'g'rab ishlasanglar bo'ldi. Bo'lsa hamma to'liq ishlatmayanglar bolalar. So'zlikni 20 qatimdan tekstni to'p-to'liq yodlamansa ishinamanki, shu shunga yana birini tugatguncha sizlar shu ingliz tili qilib so'zligidek bo'lsizlar. Okay. O'zinglarga bir oddiy fikrlarni ifodalabchi. Bo'ldi. Bugungi dars mushagicha bo'lsin and see you next time. Goodbye.